Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Uyg'ur akademiyasi Avstraliya tarmog'i Sidneyda qurildi. Qozog'iston 2 nafar qozoq siyosiy panoh tilguvchini Xitoy qaytarib berdiganligini bildirdi. Xitoy atalmış ilmiy tadqiqot bahonasi bilan Shimoliy qutbga kirmoqda. Kanada va Hong Kongda inson haqlari kuni xotirlandi. Tövəndə dedikdən xəbərlərimizdən təfsili məzmunlarda bolsun. Avstraliyadakı Uyğur ziyolilarning yaqinqi bir qanchalik tirishchanlik natijasida Uyg'ur akademiyasi Avstraliya tarmog'ining qurilishi orzudan reallikqa aylandi. 8 dekabr yakshanba kuni Avstraliyaning Sidney Aborundagi Gallipoli masjidining Aborun James yig'in zalida Uyg'ur akademiyasi Avstraliya tarmog'ining qurilish marosimi o'tkazildi. Yig'inga Avstraliyaning Sidney, Adelaide va boshqa shaharlardagi har sohada xizmat qilayotgan ko'p sondagi Uyg'ur ziyolilar qatnashdi. Qurilish murosimi boshlanishdan burun Avstraliya Uyg'ur akademiyasi nizomnomasiga asosan 14 qurg'uvchi hay'at a'zolari orasida yoshirin ovozliq demokratik saylam elib berilib, Avstraliya Uyg'ur akademiyasi raisligiga doktor Ilhamjon Sobit, muavin raisligiga Shuhrat Yusuf, Salima Kamal, Parizat G'ayrat, Malikizod Ahmad, doktor Dilyar Barat va Adam Ilham qatorliqlar doimiy hay'at a'zoligiga saylandi. Saylamdan keyin boshlangan Avstraliya Uyg'ur akademiyasi qurilish murosimida oldi bilan Sharq Turkistonning istiqlol marshi va Avstraliya davlat marshi o'rinlandi. Arqadan Uyg'ur akademiyasi markaziy boshqarish komitetiga vakolatan Amerika Uyg'ur akademiyasi bosh kotibi va Uyg'ur harakati direktori Roshan Abbas xonim ichilish nutqi so'zladi va Uyg'ur akademiyasining 10 yilda olib borgan xizmatlarini yig'in ahliga tonishtirdi. Arqadan Avstraliya Uyg'ur akademiyasi doimiy hay'at a'zosi bo'lib saylangan Parizat G'ayrat, akademiya faxriy raisi va Dunyo Uyg'ur qurultiyi ham Uyg'ur harakati tashkiloti bosh maslahatchisi Dr. Rishad Abbas, Uyg'ur akademiyasi raisi professor Dr. Olimjon Inoyat qatorliqlar tabrik nutqlarini so'zladi. Shundaqla Dunyo Uyg'ur qurultiyi bosh taftishi Abdulhakim Idris qurultay nomidan Avstraliyaning Sidney shahrida qurilgan Uyg'ur akademiyasi Avstraliya tarmog'ini qizg'in tabrikladi va akademiyada vazifa olgan fidokor ziyolilarga xizmatlarda utuq tiladi. Oxirida qurilishga qatnashgan akademiya hay'atlari, a'zolar va har sohada xizmat qilayotgan ziyolilar yangi qurilgan Avstraliya Uyg'ur akademiyasining Avstraliyadagi bir bo'shliqni to'ldirganligini tilga olib, akademiyaning Avstraliyadagi yaqin kelgusi xizmatlarga utuq tilash bilan birga millat uchun xayrlik bo'lishini umid qiladiganligini bildirishdi. Qozog'iston Davlat bexatarlik komiteti 6 dekabr kuni Qozog'istonga qochib chiqib siyosiy panohlik so'rgan 2 nafar qozoq siyosiy panohlik iltijosini Xitoy qaytarib berdiganligini e'lon qilgan. Kastir Musaxan va Murag'ir Olimo'li ismli ikki qozoqning Sharq Turkistonda Xitoy doiralarining tutqun qilishi va qiyin qistoqlarga uchrash sababidan o'zlari chegaradan o'tib Qozog'istonga qochib chiqib, Qozog'istonning o'zlariga siyosiy panohlik berishini talab qilgan. Fransiya agentligining xabar qilishicha, Qozog'iston Davlat bexatarlik komitetining muavin boshlig'i Darxon Dilmanov juma kuni YouTube kanalida suhbat e'lon qilib, pat arada ichildigan sotdan keyin bu ishkaylarning Qozog'istonni qilish mumkinchiligi yo'qligini, Xitoy Xalq Jumhuriyatiga o'tkazib berdiganligini bildirgan. Agar Qozog'iston bu ishkaylarni Xitoyga ras o'tkazib bersa, bu ularning Qozog'istonga qochib chiqib panohlik so'rgan Uyg'ur avtonom rayonida o'ltirishliq yerlik millatlarni tunji qitim Xitoyga o'tkazib berishi bo'lmaydi. Qozog'iston 1990-yillardan beri nurg'un Uyg'ur musofirlarni tutqun qilib, Xitoyga qaytarib bergan. Faqat Xitoyning 2017-yili boshlangan keng ko'lamli tutqunida qozoqlarni tutqunga uchirgandan keyin bu sababga ularni qaytilishga boshlagan. Ilgari Qozog'iston hukumatı Qozog'istonga qochib chiqqan Sayragul Saudboy ismli bir lager tarbiyachisi qozoq ayolni chegaradan qonunsiz kirish bilan ayblab sotlagan. Garchi Sayragul Saudboy qo'yib berilgan bo'lsa-mu, lekin Qozog'iston uningga siyosiy panohlik berishni rad qilgan. Oxiri uningga bu yil Shvetsiya siyosiy panohlik bergan edi. Yigirma 9 sentabr kuni Daniya istixborot organining bildirishicha, Xitoy armiyasi Shimoliy qutb dengizlariga qo'l tiqish uchun atalmış ilmiy tadqiqot olib berish bahonasi orqali kirayotganligi, Shimoliy qutbda jug'rofiyalik siyosat jihatdan raqobatlarning borgan sari kengayotganligini bildirgan. Mushu yilning may oyida Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Rossiyaning shu rayondagi qo'pol muomillari va Xitoyning harakatlarini qattiq kuzatishimiz kerakligini, Shimoliy qutbdagi havo klimatining o'zgarish masalasi yoki shu rayondagi tabiiy boyliqlarning talash-tortish qilayotganligini o'ttirib qo'ygan. Daniya istixborot organining yillik xatarni mo'ljallash dokladida Rossiya, Amerika va Xitoyning Shimoliy qutb rayonidagi harakatlari shu rayondagi surkilishlarni kuchaytirayotganligi, Xitoy bo'lsa o'zini Shimoliy qutbga yaqin bir davlat deb hisoblab, rayonga kirish orqali tabiiy boyliqlarni qazish yoki Yevropaga mollarini tez yetkazish orzusida Shimoliy dengiz liniyasini kontrol qilishni egallashga urinayotganligini bildirgan. 2017-yili Xitoy Shimoliy qutb dengiz rayonidan o'tadigan Shimoliy dengiz liniyasini bir balvoq bir yo'l planiga kirgizgan. Xitoy Shimoliy qutbda berayotgan tadqiqotlarga nurg'un mablag' sarflagan. Lekin Daniya istixborot organi Xitoyning bu tadqiqotiga qarshi Xitoy bu rayonda ilmiy tadqiqot olib berish emas, balki boshqa bir maqsad harakat qilyapti degan. Xalqaro inson haqlari kunining 70 yillik munosabati bilan 8 dekabr kuni Kanada Torontoda namoyish o'tkazildi. Namoyish Kanada Sharq Turkiston jamiyati va Hong Kong, Tibet, Xitoyga qarshi demokratchilar va Vyetnamliklar bilan birlikda olib berildi.
Toronto şəhərlik hökumət binasının aldida 12-dən 14 kishi turli şuar və leksiya bilan ilib berilgan namoyishga ko'plagan gazet jurnal muxbirlari qatnashdi. Shuning bilan bir vaqtda 8 dekabr kuni Xalqaro inson haqlari kunining 70 yilligini xotirlash uchun Hong Kongda million kishilik namoyish o'tkazilib, 5 cho'ng talabning biri kam bo's bo'lmaydi deb qaytadan o'zlarining huquqini qattiq qo'g'daydigan irodasini butun dunyoga yana bir qatim bildirdi. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.